Hamma sizga ITga kirgin deydi. Yaqin tanishlaringiz, qo'shnilaringiz, o'rtoqlaringiz, kurslar, blogerlar hammasi ITga sizni chaqiradi. Lekin men o'zim front-end developerman va ITda 3 yildan beri faoliyat yuritib boraman. Ko'plab junior dasturchilarni, endi kirib kelgan stajyorlarni ko'raman va ularga bekor ITga kiribsan degan fikr xayolimdan o'tadi. Bugun men bu videoda sizlarga hamma ITga kirish kerak degan paytda teskarisini aytaman. Video davomida hammasini tushuntirib o'tib ketaman. Har oy men nechtadan nechta insonlarni ko'raman. Stajyorlarni, juniorlarni ko'raman. 6 oy pul to'lagan, kurslarni o'qigan, o'zi yo'nalishlarda izlanishlar qiladi, lekin hozir na ishi bor, na ishlashga bo'lgan motivatsiyasi bor. Gap o'zi ularda emas, muammo ularda emas. Gap ularga aytilgan haqiqatda va ular ishonuvchi bo'lgandadir. Mana 3 ta haqiqatni men sizlarga hozir ochib o'tib ketaman. Birinchi haqiqat bu ITga kirsangiz 1 oyda $3000 topasiz deyishadi. Bu juda ham kulgili narsa. ITda bunchalik pul topish mumkin 1 oyda emas. Qayerda siz ko'rgansiz, qaysi kasbda 1 oyda $3000 topganini? IT ham bitta kasb bu. Bu unaqa biznes emas yoki даже biznesda ham 1 oyda $3000 topib bo'lmaydi. Bu juda ham katta yolg'on. Men o'zim ham ko'raman. Reelslarimda, Instagramlarda chiqadi. Men sizlarga ITni o'rgataman, mashincha pul topasizlar. Men 3 oy tekinga ishlaganman. Keyin 3 oy yana 3 millionga ishlaganman. Undan keyin 5 millionga chiqqan oyligim. O'shanda ham 1 yil davomida 5 million olib yurganman. Bu degani ITda juda ham katta pul aylanadi o'zi aslida, lekin boshida unaqa juda ham katta pul bilan boshlamaysiz. Hech qachon juda ham katta pul bilan boshlamaysiz. Chunki kim hech narsani bilmaydigan bolaga katta pulni berishga tayyor turadi. Agar 3 yil yoki 5 yillab o'pitingiz bo'lsa, unda olsangiz bo'ladi. 2000, 3000, 4000 o'sha bilimingizga qarab narxingiz ham ko'tariladi va juda ham muhim narsa lokatsiyaga ham bog'liq bo'ladi. Lekin boshida hech kim sizga unaqa katta summa bermaydi. Tayyor turing yoki tekinga ishlashga yoki eng kam oylik ishlashga tayyor turishingiz kerak. Kamida 1 yil. Ikkinchi narsa bu kurslar. Kurslarda juda ham kulgili narsalar bor. Ya'ni mana kursdan keyin siz haqiqiy aytishnik bo'lasiz. Mana kursdan keyin siz o'zingiz uchun bot yaratasiz. Mana kursdan keyin siz katta veb-saytlar qilasiz. Mana kursdan keyin siz katta pul topishni boshlaysiz deydi. Shu kurslarni bitirib chiqqan insonlar hozir na ish topa oladi, na kod yoza oladi. Men o'z tanishlarim bor, tanishgan bolalar bor, kurslardan chiqishgan, shunchaki kod yozishni bilmaydi, tushunmaydi nima yozayotganini. Endi orada exceptionlar bo'lishi mumkin, oldingi backgrounddan yaxshi matematika, informatikani tushunadigan insonlarda ulardan kuchli programmistlar chiqishi mumkin, lekin baribir kursni bitirib chiqqandan keyin ham ular aytgan va'dachalik hech qachon bo'lisha olmaydi. U aytayotgan narsa o'sha 2-3 yillik tajribaga ega bo'lgan bolalar shunaqa narsaga ega bo'lishi mumkin yoki uyda o'rganib turib, uyda proyektlar qilib turib, keyin kurs olgan bo'lgan bo'lsa, ular shunaqa natijalarga erishishi mumkin. Lekin kurs ITga birinchi qadam bosib kelib turib, kursni bitirib, 6 oyda kursni bitirib, keyin yana nimadirlar qilmoqchi bo'lsa, katta oyligiga aytganimdek yana bittada dasturchi bo'lib ketmoqchi bo'lgan bo'lsa, u unaqa ishlamaydi. Men o'zimni tajribamdan aytaman. Birinchi bo'lib ITga qadam qo'yganimda $50 ga kurs olganman Scrimbadan. Buni ko'p aytaman. Scrimbani ko'p mention qilaman videolarimda. Scrimbadan kurs olganman $50 ga 6 oyga access bergan. Men uni 4 oyda tugatganman. Lekin hech o'zim kod yoza olmaganman unda. O'zim full self study qilganman, YouTube'lardan videolar ko'rganman, artikellar o'qiganman. Lekin hech o'zim uchun kod yoza olmaganman. Birinchi kod yozganlarimdan bitta sinfdoshimning tug'ilgan kuniga veb-sayt qilib berganman. U ham qanaqa veb-sayt bo'lgan? HTML sayti tashib berganman. HTML fayl tashib berganman. O'sha faylni ochgandan keyin o'sha o'zini ko'ra olgan, shu yasagan CSS'larimni ko'rgan. Va juda ham kulgili holat chiqqan. O'shanda ham men aytmoqchiman, unaqa zo'r shikarni saytlar qila olmaganman men. Men ham даже 4 oy ichida, 6 oy ichida. Undan keyin CS50 ko'rganman. CS50 dan qancha algoritmga bo'lgan narsalar o'rganganman. Keyin ishga kirganimdan keyin bilganman. Shuncha ko'rgan kursdagi narsalarim shunchaki na proyekt qilgan bo'lsam ham teoriya ekan. Haqiqiy loyihalar umuman boshqacha. Haqiqiy proyektlar umuman boshqacha kod yuritiladi u yerda. Shuning uchun kursni bitirib chiqdim, endi men haqiqiy dasturchiman deb o'ylasangiz, juda ham katta adashasiz. Uchinchi haqiqat, lekin agar qiyin masalalarni yaxshi ko'rsangiz yoki qanaqadir miyani ishlatadigan narsalar bilan pul topishni xohlasangiz, IT
tan olish kerak, siz uchun hisoblanadi. Chunki judayam ko'p vaqtda siz shunchaki kod yozmaysiz, siz qaysidir muammoga yechim berish bilan shug'ullanasiz. Kod yozish aytaylik, где-то 50-60% ish, qolgan 40-50% siz o'sha muammoga yechim berish bilan shug'ullanasiz. Ya'ni o'ylaysiz, bu narsani qanaqa qilsam ekan? Men hozir aytmayapman, где-то ishga borasizda 4 soat o'ylaysiz, 4 soat kod yozasiz deb. Yo'q. O'tirasiz, qanaqa qilib yaxshi aytsam bo'ladi? Dokumentatsiyalar o'qiysiz, 1-2 soat vaqtingiz ketadi. Kod yozayotgan vaqtda yana o'ylaysiz. Yana shunaqa qilib ora-orada o'ylab qiyin savollarga javob berib, o'zingiz ham qiyin masalalarni yechibgina zavqlansangiz, o'shandagina siz ITga kirsangiz bo'ladi. Aytaman, IT boylik eshigi emas. Ya'ni ITga kirib siz boy bo'lib ketmaysiz. IT prosta o'rganishni to'xtatmaydiganlar uchun. Ya'ni o'rganishdan zerikmaydiganlar uchun. Bu video ozgina qisqaroq bo'ldi. Bu mavzuda hali yana gaplashamiz, faqat Telegram kanalimda. Telegram kanalim descriptionda. Hammaga xayr, keyingi videoda ko'rishguncha.